Salom aziz obunachilar. Mashhur olim Nikola Tesla. Koinotni tilini eshitgan inson. U o'z zamonidan 100 yil oldinda yashagan inson edi. Uni telba olim deb ham atashgan, lekin bugun biz foydalanayotgan texnologiyalarning yarmi uning orzularidan paydo bo'lgan. Tesla elektrni simsiz uzatishni va bepul energiya bilan butun dunyoni yoritishni istagan edi. U koinotning sirli kuchlari haqida gapirganida ko'pchilik uni tushunmagan va telba deb o'ylashgan. Ammo u orzu qilgan narsa bugun haqiqatga aylanyapti. Simsiz energiya, sun'iy intellekt, elektromobillar. Bularning hammasi Teslaning orzulari edi. Ba'zilar Tesla elektr bilan emas, koinot bilan suhbatlashgan deb aytadi. Siz ham his qilasizmi? Uning nazariyalari hanuz havoda yashayotgandek. Sizningcha Tesla o'z zamonida tushunilganida va unga imkon berilganida bugun dunyo qanday bo'lardi? Kanalga obuna bo'ling, yana ko'plab sirli tarixlar va haqiqiy faktlar sizni kutmoqda.